Hammamizni yaxshi ko'radi. To'yda bo'lsa, nomda bo'lmasin. Sizlik xotirjamlik kerak bo'ladi. Qanday kunlarda chalinsin, nog'oralar to'ldirma chalinsin, sho'x nimalar aytilsin, xotin-qizlar o'ynasin, yurtimiz tinch bo'lsin, beg'am bo'lsin. Alloh akbar. Hammasi bizga yo'q ketdi. Alloh akbar. Rahmat. Yeterli. Yetadi, ha? Xudo xolasa. Siz olsa yuraylik, duo qilib. Bir otaxon, bir sharif otamiz 90 yoshlar asli O'ta Chirchiqdan. Yoshi ulug' otaxon mana shu Nazarbek Santorsga kelib, dam olib, ko'pchilikga duo berib, ko'pchilikga maslahat berib yurdilar. Bu yoq obikam Sirdaryodanlar. O'qituvchilik qilganlar. O'zizdan ekan. Ya Amirxo'ja akam, Anvar Mirzo akam. Men Islomboy, shu yerda ishlayman. Azamjon o'g'illari. Endi siz yoshingiz ulug', sizga savol ko'p berishadi. Sog'liqingiz qanaqa? Bu yoshlarga qanaqa keldingiz? Urushdan keyin men urushga qatnashgansiz. Frontda bo'lgansizda. Endi Allohning shu yoshga yetkazib ko'rsatganiga minnatdor. Bu birinchidan, ikkinchidan başta shifokorlarimiz bizlarga davomimizga, dardimizga davo topgan sizlarga rahmat. Nega? Sizlar bor, bizlar bor. To'g'risida gap. Endi shunday aytamanki, bular barchasi ulug' bo'lsin, bular madad bo'lsin, oldirmasin, to'kilmasin. Bola chaqasiga boshqa Muhammad Yusuf yetib yursin, bizlar yoshimizga yetib yursin. Olsun oldirmasin, to'kilmasin. Omadini bersin, yuzlaridan tabassi arimasin. Salomat bo'ling. Endi domla, siz ham sovg'angiz bor. Kitob haqida ozroq suhbat qilib, otaxonning kitob sovg'a qilaman dedingiz. Yaxshi bo'ladi. Yaxshi, men Anvar Mirzo Husaynovman. Xalqaro ekologiya xavfsizligi fanlar akademiyasini a'zosiman. 25 yildan buyon tadbirkor ana o'g'illarimiz bilan birga jonli ishlar bilan shug'ullanamiz va ko'ngil uchun xalqimiz uchun zarur bo'lgan, kerak bo'lgan kitoblarni nashr qilib, ulug' shoirlarimizni qo'llab-quvvatlaymiz, tariximizni. Mana shu siz endi urush yillarida yosh bola bo'lgansiz, o'smirlikda o'tkazgansiz, mehnat dalalarida